Oshna kechagi 5 barmoqni yondirib yuboribdim ha. Ha, aytma oshna, u kungi yegan shashligimiz-chi. Ha, gapirma oshna. Uni qo'shin Saydullo ekanmi? Meni ko'rmasin. Ha, xuddi o'zi. Tinchlikmi oshna? Oshna 1 yil oldin mana bu toychoqni shu akangni olgandim. $2000 qarzim bor edi. 2 oy oldin uzishim kerak edi, berganim yo'q, qochib yuribman. Telefonni cho'rniga tiqib qo'yganman. Uyga borsa xotinga yo'q degizdirib yuboryapti. Oshna, 2000 xolosmi qarzing? Meni $5000 qarzim bor ko'chadan. Seni beting bor ekan. Men uyimda chaqirib kelsa bezdirib chiqib, yo'q, qo'yingdan kelganini deyapman. Qo'ldan hech nima kelgani yo'q-ku. Qo'rqma, olatda qachondir. Oshna, ana Otabek o'rtog'ing o'zicha bizni chopib o'rmaganmi? Kecha 5 bormoqqa bormadi, bir hafta oldin shashlikka bormadi. Cho'ta bir gap bor-ku. Oshna nima qilasan? Niyati bo'lganda qo'shilardi shu paytgacha. Yur oshna, bir boraylik-chi nima gap ekan? Nimaga bola tinchlikmi? Oshna sen ham bormisan? Kecha 5 barmoqqa bordik. Undan oldin shashlik havusga bordik. Telefon qilsak telefoningni ko'tarmaysan. Unaqa ishni bolalar chavib o'rmagan oshna. O'zichi Ismoil bolalarga qo'shilgisi kelmay qoldi bu. Nima? Endi xotining qo'yib yubormayaptimi uyda? Dangalni aytib qo'ya qolsin, to'g'rimi o'rta? Bezovta ham qilmaymiz keyin. Oshnalar, meni ham senlar bilan yurgim keladi, har xil joylarga borgim keladi. Lekin o'tgan oyda ishlarim ozgina orqaga ketib, qo'shnidan 3 million qarz olgandim. Shuni 1 millionni berdim, hali 2 millionni turibdi, to'g'risi. Bizning uyda shunday bir tarbiya bo'lganki, agar qarzing bo'lib turib ko'chada bir transport olmasang, sening uchun harom deb o'rgatishgan. Bu oyda shu qarzimni yopib olsam, ko'rasanlar, senlarni o'tirishga chaqirib zeriktirib yuboraman. Endi bu oyga xafa bo'lmaysiz.